3,5 sotuvli tayyor uchastka sotiladi Zangiota ziyoratgohiga yaqin joyda. Mana shu to'g'ri bilan chapga qaylab Zangiota ziyoratgohiga chiqib ketsanglar bo'ladi. Mana shu uchastkamiz sotiladi. 3,5 sotuvga qurilgan. Faqat malyarka ishlari qolgan. Hozir ishlarini ham ko'rsatib chiqaman. 5 ta xonasi bor, 3 ta sanuzeli bor. Katta yo'lak bilan kiriladi. Hop, bu yerda bitta oshxonasi bor, bu yerda spanniy bor. Sanuzel bor. Suv, svet, gazdan muammo yo'q. Asosiy binolar bu tarafda hozir ishlarini ham ko'rsatib chiqaman. Binoyimizni planlarini tushuntiraman. 4 ta xona, bitta sanuzel to'g'risida. Hop, mana joylar sopli pol bo'lgan ekan, lekin asosan radiator asosida isitiladi xonalar. Eshik romlari tayyor qilib qo'yilgan. Shu aytganimdek, bitta malyar bilan xudo xolasa eshiklar bitadi. Lekin chiroyli qurilibdi bor, o'zimga ham yoqdi. Pastda mana shu oshxonaning tagiga podvol qilingan ekan. Bu yerda alohida spanniy o'zini sanuzellari bilan. Narxi hamcha yomon emas. 118 mingga baraka qilsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa sotuv, xuddi shunaqa proyektni o'tgan yili 150 dan sotuvdim deyaptilar. Endi bu yil sal narx tashadi, lekin srochni sotishim kerakligi uchun 118 ga berib yuboraman deyapti. Ne faqat malyarka ishlari davom emas, sababi mana elektrika, santexnika ishlari hammasi bitirilgan. Qo'shnilar ham ahil-ino mahalliy. Bu videoni shu yil qishgacha uchastka olib chiqib ketish kerak bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Aniq lokatsiyasi va rasmlarini Telegramimda qoldirdim.